Assalomu alaykum Toshkent davlat tibbiyot universitetining hurmatli ustozlari va talabalari. Bugun biz sizlarni ushbu haftada ro'y bergan muhim voqealar bilan tanishtirib o'tamiz. Ushbu haftada Toshkent davlat tibbiyot universitetida yuz jag' jarrohligiga asoslangan ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Toshkent davlat tibbiyot universitetida yuz jag' jarrohligi kafedrasi tomonidan yosh yuz jarrohi amaliyotida ko'p tarmoqli yondashuv mavzusida 6-xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Mazkur nufuzli konferensiyada yuz jag' jarrohligi sohasida zamonaviy yondashuvlarni joriy etish, yosh mutaxassislarning bilim va ko'nikmalarini oshirish hamda xalqaro tajriba almashinuvini kengaytirishga qaratilgan. Konferensiyada mahalliy va xorijiy yetakchi olimlar, tajribali shifokorlar, professor o'qituvchilar hamda yosh tadqiqotchilar ishtirok etishdi. Tadbir doirasida yuz jag' jarrohligining dolzarb masalalari, innovatsion diagnostika va davolash usullari, rekonstruktiv va estetik jarrohlikdagi yangi texnologiyalar hamda multidistsiplinar hamkorlikning ahamiyati muhokama qilindi. Toshkent davlat tibbiyot universiteti talabalari o'rtasida universitet kubogi voleybol musobaqalari bo'lib o'tdi. Toshkent davlat tibbiyot universiteti talabalari o'rtasida universitet kubogi voleybol musobaqalari bo'lib o'tdi. Toshkent davlat tibbiyot universitetida Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburning tavalludiga bag'ishlangan madaniy-ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Toshkent davlat tibbiyot universitetida Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburning tavalludiga bag'ishlangan madaniy-ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Universitetimizga Yaponiyaning konsalting kompaniyasi delegatsiyasi tashrif buyurdi. Yaponiyaning Yakuzemi Information Education Center konsalting kompaniyasi delegatsiyasi Toshkent davlat tibbiyot universitetiga tashrif buyurdi. Tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad neurologiya va neyroreabilitatsiya yo'nalishlarida xalqaro tajribani o'rganish, ta'lim va ilmiy-amaliy hamkorlikni kengaytirish. Ushbu haftada ro'y bergan muhim voqealar shulardan iborat edi. Barchangizga rahmat.